Assalomu alaykum. Yangi mikrofonni o'ch jarayondamiz deydimi? Buni mana S25 Ultra Hojat aka mikrofon olganmiz. Yangi blogerimizga. Buni nima funksiyalar bor endi Bobirxon aka? Buni funksiyasi 300 metrdan oladi. Distansiyasi shunga yo'qotib beradi. Eng oxirgisi shu eng sifatlisi shu. Hozirgi paytda trenddagisi. Syomkalarimiz sifatli bo'lsin deb mikrofon oldik. Telefon eng so'nggi markasini oldik. Xudo xolasa syomkada juda ajoyib chiqadi. Buni ko'ramiz endi ichida. Mikrofonga qo'shimcha buni oladigani ham o'rnibdi-da. Nimasini video ko'rish. Buni ham oldik mana. Ko'pchilikga narx qiziqtiradi. Buni narxi nechi pul, buni narxi nechi pul? Xo'p, buni narxi $120. Buniki endi arzon $10 atrofida, telefon endi o'sha $1000 ga yaqin. Telefon $1050 bo'pti, adashmasam. $1050 S25 Ultra. $1050 bo'ldi. Buni? Xo'p, bu $120 bu. Bunimiz o'sha $10. Unda bo'ldi, tushunarli. Xolasa ochamiz endi. Bitta pauza qilib turing. Mana ochdik, xudo xolasa nimalar bor ko'ramiz. Ichida mana birinchi navbatda mana o'zini o'sha xarakteristikasi. Mikrofon mana alohida. Mikrofonda bu zaryadlovchi anaqasi, bloki. Bu bittasi iPhone uchun, bittasi mana Type C. Yetkazib beruvchi. Yetkazib beradi. Bu tomonda mana mikrofonimiz. Hopa. Alohida qoplar bilan ekan. Xudo xolasa mana qo'shimcha mana bu yoqda mikrofonimiz. Hozir ochamiz. Mana. Bismillah. Mana. Bunisi bu ham qabul qiluvchi bittasi. Mana bu ikkalasi mikrofon mana. Demak, buni to'q intervyu qilganda kishigacha o'ylab bemalol Kishigacha 300 metrdan ekan. Bezatkaz 300 metrdan distansiya zo'r xudo xolasa. Endi buni syomkalarda ko'rsatamiz. Bo'ldi, videomiz cho'zilmasligi uchun shu yerda to'xtatar ekanmiz. Buni nima qilinmoqda? O'chib bo'lgancha ekan mana. Ultra Jet Black. Bo'ldi bo'lmasam. Oxirida hammasini o'chib bo'ldi. Bitta mana zaratni kabli bilan esdan chiqqan ekan. Ravshanboy katta rahmat mana. Hamisha xizmat qilamiz. Dastavka esa aytaverasizlar. Xizmat bo'lsa Ravshanboy. Dollar sog' bo'lsa rahmat mana. Hammasi to'la to'kisi bo'ldi endi. Sastav şey de